Ajoyib yangilik, xushxabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kunning eng tezkor hamda muhim yangiliklari bilan dunyo yana o'z ishini boshladi. Ajoyib yangilik. Endilikda yong'in, suv, zilzila va boshqa tabiiy ofatlardan zarar ko'rgan aholiga 56 ming so'mgacha moddiy yordam ko'rsatiladi. 2025-yil 1-apreldan boshlab yong'in, suv toshqini, zilzila va boshqa texnogen hodisalar oqibatida zarar ko'rgan oilalarga uy-joylarini tiklash va ta'mirlash xarajatlarini qoplash uchun Saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravarigacha bo'lgan miqdorda yordam ko'rsatiladi deyilgan ijtimoiy tarmoqda tarqalgan xabarda. Yana bir yangilik shuki, maktab o'quvchilariga imtihonni muvaffaqiyatli topshirish uchun Damas yoki pul beriladi. Aprel oyida Toshkent to'qimachilik instituti maktab bitiruvchilari o'rtasida fizika, kimyo va matematika bo'yicha olimpiada o'tkaziladi. G'oliblar quyidagi sovrinlarni qo'lga kiritadilar. Birinchi o'ringa Damas, ikkinchi o'ringa 20 million so'm pul, uchinchi o'ringa 10 million so'm pul. O'zbekistonda ilmga shunaqa kiritish ko'proq bo'lsa, keyingi 10 yillikda sezilarli darajada mamlakatimiz rivojlanadi deyilgan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda. 1-apreldan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? 1-apreldan boshlab gaz va svetga qo'yilgan limitlar qisqartirilishi aytib o'tilgan. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda turli xil muhokamalar bo'lib o'tmoqda. Siz qanday fikrdasiz? Videorolikimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qo'yishingiz mumkin.